Ikki o'zbek hal qildi. Başakşehir uyiga 3 ochko bilan qaytdi. Turkiya Superligasining 21-turida Başakşehir safarida Eyüpsporni 2-1 hisobida yengdi. Uchrashuv Eyüp stadionida bo'lib o'tdi. Bu bahs o'zbek muxlislari uchun alohida qiziq bo'ldi. O'zbekiston milliy jamoasining ikki vakili Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushdi. Fayzullayev 65 daqiqa harakat qildi. Shomurodov esa o'yinni oxirigacha olib bordi. Hisob 14-daqiqada ochildi. Davizelki gol urdi. Assist esa Fayzullayev hisobiga yozildi. Shu paytdan keyin Başakşehir o'yinni qo'lda ushlab turdi deyish mumkin. Hujumda ham, to'psiz holatda ham tartib bor. Qarorlar tez. Orqa chiziqda esa shoshilish kam. Ikkinchi bo'limda mehmonlar yana bir zarba berdi. 53-daqiqada Shomurodov o'z imkoniyatidan unumli foydalanib jamoasining ustunligini 2-0 ga chiqardi. Keyin Eyüpspor oxirgi daqiqalarda bosimni oshirdi va 93-daqiqada Umid Bozoq bir gol bilan intriga yaratdi. Lekin kech bo'ldi. 3 ochko Başakşehir chamadoniga joylanib bo'lgan edi. Bu g'alaba shaharliklar uchun juda qimmat. Nuriy Shahin jamoasi 33 ochko bilan 6-o'rinda bormoqda. Eyüpspor esa 18 ochko bilan 15-pog'onda qoldi. Oldinda turlarda Başakşehir yuqori o'yinlar uchun kurashni yanada qattiqlashtira oladi. Bunda Shomurodovning gollari va Fayzullayevning yaratib berishi hal qiluvchi vitamin bo'lib turibdi. Raqiblar ham bila boshladi. Bu X kayfiyatga qarab emas, natijaga qarab o'ynaydi.